Yana bir maslahat o'zimiz odamlarga. Agar sizni kasalingiz bo'lsa, kasalingizni lichina qilish xohlasangiz, o'zingizni doktoringizni topishni xohlasangiz, sizga yaxshi maslahat beraman. Nimalarga e'tibor berish kerak? Siz agar doktorga bordingiz, qaytingiz og'rishidan qat'iy nazar. Misol uchun siz buyuringiz og'riyaptimi, misol uchun sustavlaringizda biron problema. Хорошо, revmatolog olaylik, sustavingizda problema. Revmatologga bordingiz, revmatolog sizga ko'p лекарствоlar yozib. Kirdingiz, salom alaykum qildingiz. Doktor ham salom alaykum qildi. Qaytingiz og'rib so'raysiz, joylaringizni aytasiz, problemangizni aytasiz. Doktor ko'rib chiqadi-yu, sразу aytadi, bor-ku shu narsa. Shu yerda ham og'riyaptimi? Хорошо. Dorilarni yozadi, buni olasiz, shu yaxshi bo'lasiz, shu. U bilan siz yaxshi bo'lmaysiz. Chunki siz kirdingiz-ku, sizga u ad-dushi polni sizni o'rganib chiqish kerak. O'rganib chiqqandan keyin sizga hamma narsani yotiq bilan tushuntiradi. Agar siz u doktorga ishonsangiz, siz ishonchingiz paydo bo'lgan bo'lsa o'sha doktorga, o'sha doktordan boshqasiga bormayman, o'sha doktor lichinasi olib men tuzalaman desangiz, u siz o'zingizni 30-40% tuzatgan bo'lasiz. Chunki siz unga ishondingiz o'zi. Chunki bu o'sha psixologik bo'lib boraveradi. Podsoznательно o'zingizga siz nima beryapsiz? Buyruq beryapsiz. O'sha narsani olasiz. Olganingizdan keyin o'sha siz lichinani anchasini oldinga olib borgan bo'lasiz. To есть 90% lichina qilgan bo'lasiz. Bor shunaqa odamlar, u doktordan bu doktorga, bu doktordan u doktorga sakrab yuradi. Unda lichina bo'lmaydi. Yana bittasi, siz o'sha doktorga ishonganingizdan keyin boshqa doktorlar bilan maslahat qilib ko'rmang. U menga uni yozdi, bu qanday bo'lar ekan deb. Unda siz lichina ola olmaysiz. Men обычный xirurg bo'lsam, bitta обычный, misol uchun infitsirованная rana bo'lsa, kesilgan ranasi bu, o'sha ranani 5 ta xirurg 5 xil lichina qiladi. Chunki 5 xil barobar emas-da, hammasi har xil lichina qiladi, o'zining metodi bo'yicha lichina qiladi. Chunki praktika har xil ko'rsatadi. Lekin konsa-konsov hammasi rezultat beradi, rezultatini beradi. Shuning uchun u doktordan bu doktorga sakramanglar. Bitta doktorga boringlar. Ishonch hosil qilsangiz, o'sha doktordan lichina oling. Ishonch hosil qilmasangiz, u zo'r dorilarni o'zi bersin. Baribir siz effekt olmaysiz shundan. To есть shundan lichina olmaysiz. Shuning uchun siz bitta doktorga bordingiz, o'shanga ishonch hosil qildingiz, o'shaning dorisini oldingiz, tuzalasiz. Birorta odamni maslahat qilib ko'rmang. Nimani yozib beradi, retsept yozib beradi. Retsept bor, unga ko'rsat, bunga ko'rsat, u qanday dori yozdi, bu qanday dori yozdi. Agar siz shunaqa deydigan bo'lsangiz, siz lichina qila olmaysiz o'zingiz. Shu narsaga sabablar qilsangiz, Xudo xohlasa ancha muammolarni hal qilgan bo'lasiz, nervingizni, mablag'ingizni asragan bo'lasiz. Sog' bo'ling.